Bir odamni qo'l soati bor ekan. Soatini yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib ham somonxonasi bor ekan, somonxonaning ichida yo'qotib qo'ydi. Endi somonxonaning ichidan qo'l soat topishlatgan. Endi juda qimmat emas ekan soat, lekin juda bir o'zi hurmat qilgan, o'zi yaxshi ko'rgan odam hadya qilgan soat ekanda endi. Esdalik bo'lib qolgan. Hech topa olmasdan qarasa, ko'chaga chiqsa bir ko'p yosh bolalar o'ynayotgan ekan. Haligilardan iltimos kirib soat yo'qotib qo'yib topishib bersang mukofot beraman. Qiy-chuv qilib rosa istash topisholmadi. Hammasi chiqib ketgan ekan, endi nomi to'lib ketaman deb tursa bir kichkinagina bola aroqini nogiron, nozikkina ko'zoynak taqqan bir bola ekan. Kelib, "Tog'ajon, menga ham bir imkoniyat bering, men ham bir istab ko'ray" debdi. Bo'pti, istasang ista debdi. Ali bola somonxonaga kirib ketdi. Bir pasdan keyin soat ko'tarib chiqdi. Bora soat edi. "Yo, qanaqa topding?" desa, "Nima qilding?" desa, "Hech narsa qilmadim. Hech narsa qilmadim." Tek jim o'tirib eshitdim. Jim o'tirib quloq soldim. Soatni chiqillagan yerini eshitib turib, shundan borib topdim. Ya'ni mana shu g'ala-g'ovur, to'polon, janjal bilan bir masala yechilmas ekanda. Vaqtiki haqiqatni topaman desangiz, eshitishni ham bilish kerak. O'sha bilag'onlik qilib o'zingizni o'rtaga tashlavermasdan haqiqatni topish uchun